Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, Universal avtoolam doimiy kuzatuvchilari, mana bunaqa pul topar texnika muxlislari, ro'za Ramazon kunlarida qiynalmay turibsizlarmi? Xudo xolasa 16-mart yakshanba, Chortoq yo'lida bugun Kia Bongo Hyundai Porterlar narxi va qiziqarli, foydali ma'lumotlar bilan bo'yitamiz. Sara mashinalar chiqqan, birma-bir narxlari bilan, texnik holat bilan tanishtiraman. Yana bir so'rovnoma, qaysi birdan ko'proq sizga video qilgan yaxshi, Kia ko'proqmi, Hyundai Portermi? Shu haqida ham kommentarda yozib qo'ying. Shu kommentarlar miqdoriga qarab urg'u berib, ko'proq e'tibor berishga harakat qilaman siz aytgan modelga. Demak, bugungi obzorimizni boshladik. Hozir Hyundai Porter 2012-yil. Volga so'raganlar juda ko'p. Volga hurmatli obunachilar, bir tonna 2 so'raganlar uchun. Mana $20,000 Hyundai Porter 2024. U kelib ko'rishingiz ham shart emas deb video qilgandim o'tgan hafta bozorimda va mana shu obunachimga mashinamiz baraka bo'libdi. Bongo akalar, shu yerdamisizlar? Hamma so'ragan zakaz keldi mana. Hozir Hyundai Porter 2012-yil. Butun mashina. Xolodilnigi bor. Priyon quysa bo'ldi. Polni ko'rdim, oldilar radnoy deyarli. Mana chizilgan joylarini bu cho'pida notegizib chiqilgan. Bitta polirovka qilish kerak mashina, o'lsida baloni. Kabinet zo'r. Mana almashgan joyi yo'q. Xolodilniklar ham zo'r turibdi. Sezonga mana meva, sabzavot, go'sht va sut mahsulotlari uchun zo'r. Mana budkasi ham darbat baland. Shpelari ham zo'r turibdi. Orqa balonlar ham zo'r, zapasi katta kichigi bor. Narxi ham yaxshi, dehqon mashinalari, popni mashinasi. 2012. $13,200. Ozmoz kam bor deyaptilar. Shuni olinglar, bosinglar gazini. Yurgani kalit chiqmadi, suvdachilarigacha bor. Chexol mana aytib qo'yilgan. Nakitga solingan, sidena siydi, magnitofonlari bor ekan. Qara. Olinglar, Bartovo deganlar ham olaveringlar. Mana bu o'zi qimmat jihoz, sezoni keldi. Bu necha pul? $600, $900 oralari. Mana hozir qolib yo'q. Mana $800, $1,5 $2,000 turadi. Mana xolodilnik. Joy kelganda bu qimmat. Sezoni kelyapti, tim bo'ldi. Olaman degan ko'p, chunki bunda tayyorda Bartovo keladi, shaybasiga yechib oladi. Pravada, patrubka, shlanka, motori bilan shuni olinadi. Olaverish kerak. Qayta chiqoz muammo emas, bular yoshiga to'lgan. Xo'p, egasi nomeri o'rtoqlar 93lik 985 91 telefon qilib baraka qilaverasiz. Namangan pop mashinasi. Pul zarurligi uchun sotyapti. Butun mashina. Bosinglar shuni. Azizlar, Volga so'raganlar juda ko'pdi. Volga pikapdan ko'rsating deb kommentar ko'p bo'lardi. Buni ham uzun muxlisi bo'lar ekan. 93 yil. Motor bor, benzin motor, uzun motor, metallari bor. Suyagi butun ekan mashina. Qara. Qalpoqlar yanash keldi. Volgani kiysi pikap qilingan. Hop, 213 170 shunaqa deydi endi. Qarang. Uzun ishlariga, boshqaga ishlatgani menimcha bo'ladi. Bol boshiga ham bo'ladi, menimcha orqalari qarang ishlab qo'yilgan. Kameralargacha bor ekan orqada. Motor, korobka, zadniy motor deyaptilar. Katta balonlar zo'r. Qarang. Sidenalarni turishini qarang. Bir paytda shu mashina legenda bo'lgan, qarang. Aka pulini bildingiz buni? 4000 kam bor. Telefon nomeri aytay. 50 kodi bilan. 50 kodli. 300 24 24 44. 44. Siz faqat naqd yo variant berasiz. Faqat naqd. Qayerda bo'lsa bu? 3 tuman. 3 tumanlik. Buni ko'proq nimaga olib ishlashadi? Shlaka blok toshigani, pena blok, temir tersak, yog'och, shipper. Ha, o'zini o'sha bizneslarga boshqa ishlatar ekanda. Hozmakka ham yaxshi. Lavodan ko'p yuk olar ekan. 2 tonnagacha oladi. Sizlar mana telefon qilib o'zingizga baraka qilsangiz bo'ladi. So'ragan bo'lsa. Hazillar, mana bu mashinani obzor qilib beraman. Yilini kommentarida yozasiz. Oxirida o'zim aytaman yilini. Taxmin qilib, mana anchadan bir kuzatasiz, mutaxassis bo'lmagansiz. Mana obunachilarim o'zi mashina purushdan bo'lib ketishgan, Bongo Porter aylantirishyapti ham. Ko'zlarini chimat ochdi. Xudo kaltagi yo'q. Labola yangi. Oldinlarni ko'ryapsiz, zo'r holatda. Mashinamiz Starex motorda. 6 ta baloni yangi. Bort yangi, 100% yangi bort. 12 balon yangi. Temir metan. Apari ko'rinmayapti. Ikkita o'ylaysiz ididan. Bort ideal obzor qilmayman. Ammo yog'i zo'r, temir metallida. Tomonlari almashmagan hech qayerda. Mana shu mashina olish kerak. Puli ozroq degan odam olishgan. Mana chexollariga chiqilingan. Biz chexollardan telefon qilaverasiz. Magnitofonlari bor. Mashinamiz 489 ming yurgan.
Mashinamiz narxi $10.500. 10.500 ga 2007-yil Hyundai Porter Starex motorda. Bir qarashda 14, 15, 16 deb o'yladim. Oldi, yangi vipsga qo'yilgan. Mana mashina o'rtoqlar. 93lik 494 3107. Arzonroq deganlar uchun 10.500 ozmoz kami bor. 2007 Starex motor. Ichlari tiniq. Mashina menga yoqdi. Puli ham yomon emas, shunchalik. Mashina qarab mana hayotga qaytarilgan zo'r holatda. Bosinglar, telefon qilinglar 93lik 494 3107. Bongochi akalar, shu yerdamisizlar? Hamma so'ragan zakaz keldi mana. Zosko Propan 2022 bongolarni obzor qilasiz. Oldidagi Dugasdan kerak deyishadilar. Sariq salonli eng superlari oldida Dugas bilan keladi. Mana. Dugasdan keldi. Mana bunda o'rnaydi. Ayniqsa Jizzax bongo olganlar ko'pchilik xohladi shundan bo'lishini. Mana. O'rtoqlar, cho'tki turadi, dudli turadi. Ko'ryapsiz, juda ham chiroyli, derski ko'rinishga ega bo'ladi. Qiziqqanlar juda ham ko'p. Narxi $100, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. Yetkazib berish dastavka ichida. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar 91 350 0400 telefon nomerimga like bosib bongo haydaydigan tanishlarga videoni ulashib qo'yinglar. Nima deysiz? Cho'tki turibdimi? Shu yerga fikringizni qoldiring. Hop, azizlar, 2010-yil Kia Bongo 1 tonnali. 6 ta balonni 100% yangi. Butun mashina ekan. Bu yangi. 2010. Obunachilar. Bozor yo'limma hamma tanish. Hamma pul topar texnika muxlislari. Sudachilargacha bor. Bort yangi bosib keladi. Bu akada bortga ham kurada yangi bor. Mana yuqori qilmagan zo'r holatda. Mana yangi 2021 bor. Yangi balonlar. Balon tozalashi. $12.5 kami bor deyaptilar mashina narxini. 138 turbinali motor. Bilan zo'r motor, metanga zo'r tushgan, faralar yarqiligini qarang. Cho'tki ekan. Ishlar ham tinchak ekanda. Qiziqqanlar telefon qilib 93lik 494 3107 egalari nomeri telefon qilib barakah qilsangiz bo'ladi. Mashina zo'r butun ekan. 2014-yil Hyundai Porter Starex motor. Mashina qarang, juda go'zal holatda. Yorqin ko'k. Udar kaltagi yo'q, haqiqatda yo'q. Egalari degan rasmiy ham bor dedilar. Ama ketma kraskachalari bor ekan. Kosmetik kraskasi bor. Almashgan joylari, lambolari yangi. Koreyskiy Hankook balonlar. Hankook degani bu Koreya degani. Ma'lumot o'rnida bilib olinglar. Ilgari bu Hankook bo'lgan. Koreya bo'lib ketgan keyin. Mana. Habilet orqa balonlari. Mana shu balondan menda bor Kiyaga tushadigan yangi Tumxo va Hankooklardan bor so'raganlar uchun. Balonlar katta kichigi bor. Orqa qismlari zo'r mashina cho'tki holatda ekan. Yili ham yaxshi 2014. Balonlari 85%. Bu tomonda ham temir metal. Almashmagan. Yerga tushmagan balon ekan. Xo'p, bu Hankook bu razmeri Porterniki. Kiyaniki ko'proq tegib qoladi mana bu yerga. Bunday sal maydaroq bo'ladi bunisi. Ma'lumot o'rnida bu ham. Shu narsaga e'tibor berasiz. Kiyani ko'proq tegib qoladi. Bu sal узкийroq bo'ladi. Gentridagi bo'ladi. Nimaniki Kiyaniki Cobaltdagi katta bo'ladi. Ichlari cho'tki ekan. Super salon, multirollari bor. Bluetooth magnitofonlar, CD-CD, bakolasida. Bu asli gold ekanda, bu gold. Zo'r holatda mana berilgan radnoy $15.300 deyaptilar bu narxini. Kelishtirib beriladi. Qarang, pishalkalargacha bor. Bakovoy zamon ochganda bakolar ham yopiladi. 2014 Starex motorlari bilan. Zo'r ekan mashina 93lik 494 3107. Telefon qilaverasiz. Hurmatli obunachilar, 1 tonna 2 so'raganlar uchun mana Starex motor metan propan. Mashina 15% kraskasi bor ekan. Mana beriladi. Ketnosi bor. Oldilar hamma yo'q butun. Mashina lekin bor olov ekan. Tomida bagajlargacha bor. Buni turishini qarang. Tarlangan ko'ryapsiz, mashina taglarigacha butun ekan. Ko'rdim. O'ta go'zal. Puli ham lekin go'zal ekan. Orqa baloni 80%. 320 bortdan.
Super salon boshlanmış. İçlerine qarang, yurtunda bildim. Bortlar hamma yo'q. Zo'r mashina. Mashinaning motori Starex motor kapitalniy remont bo'lgan. Motor obkatkada. Bu degani sezonga tayyor. Almashgan joyi yo'q. Shuni ham ko'raylik buni. Radno hamma yo'q. Mana 14-yil. Salon ham cho'kka ekan. Super ekan. Mo'lja rullari bilan 400 metr atrofida yurgan, 300 metr atrofida. Suv datchiklari bor, propan metal, bokovoy yopiladi, sid, ruli sid, sideni sid. Olsali korobka. Mana bu spinkalar chiqar ekan. Mana ishlayapti. Mashina vochi zo'r ekan. Bu 8,5 ekan bor ekan mashinalar. Siz mana nomerga telefon qilaysiz. 0444 8500 2014 ideal holatda. Kunini kelishim tamom. Mashinadan shaxsan men umuman e'tirozim yo'q. Moshni ekan. Ba'zilar baland, gigant budka so'raganlar uchun mana zakaznoy. Mo'ljali 192 metr chiqadi. Juda ham baland ekan. Kamiga mashina 5 pallik. Baland va 310 uzunlikda. Kuban ichi bo'ladi, o'rtoqlar bilganlar aytib o'ringlar. 165 eni, 190 bo'yi, 310 uzunligi. 5 pallik mashinada 10% kraska bor deyapti. Qarang, koronalargacha bor mashina. Ko'rdim hamma yo'q buni. Yangi balonlar. Oldi yangi. Umuman almashmagan. Temir metan, propan ham bor, Starex motorligi uchun. Orqa baloni 80% atrofida. Taglari bor. Mana. Ko'rdinglar? Ramalar hamma yo'q, butun zo'r. Orqalari qarang, dugalari bor. 3 qo'ychilik baland ekanda bu. Ko'raylikchi. Mana bular. Juda baland, ichi ham juda go'zal ekan. Qo'llari qarang. Mashina 100% ga tayyor. Sandiqlari bor, qalpoqlari bor. Ustalik bu tomoni temir metan. Kubaga ishlaydiganlar uchun zo'r. Salonlari. Mashina 2012-yil. Hop, yurgani 463 ming sof yurgan ekan. Starex motor suv datchiklar qo'yilgan. Cho'tka holatda, radno hamma yo'q mana. 12-yil. Bokovoy CD makrofonlari borda. Aslan mashinani 15400 dollar deyishyapti narxini. Mana. Yangidan turibdi mashina. Lekin mana budkani men yaqin orada uchratmaganman, bunaqa baland edi-da. Koreyskiy baland budkadan. Qiziqqanlar shu yerda bir nomerga telefon qilaverasiz. Egasi nomeri. Yetmaganda variantisi ham bo'ladi. Bularda оборот yaxshi bersa kerak. Telefon qilaverasiz. 2013-yil Hyundai Porter 285 bortli 133 turbinali motor. Udar kaltak yo'q, kosmetika. Chiroyli kosmetikadan chiqqan, tomda bagajlargacha bor. Oldi baloni 100% yangi, orqasi ham 100% yangi. Temir metan bort. O'ta go'zal, ideal bu. Bortga gap bo'lishi mumkin emas. Zapaskasi yo'q, gaplashiladi uni. Orqalari, stolplari hamma yo'q tinib. Sandiqlari bor, qalpoqlari bor. Mana baloni qarang. Bu yerda ham 3 pallik temir metan. Bu degani mashina 300-400 oralig'ida yuradi. Ishlari ham zo'r. Qarang. Salafanga ko'pchilik e'tiroz bildiradi. O'rtoqlar, nima qilish kerak? Klientlar yangi mashina haydagan day bir his qiladi o'zini va bu klientlarning xohish istagidan kelib chiqib salafan solinadi. DO'da, mashina bozorida ham, bunda ham bu reproductniy kosmetika deydi, marketing bu. Расход mashinasi ham aslida. Endi klientlar shuni xohlayapti. Sidenlar isiydi. Mashinamiz yurgani 390 ming probeg. Mashina avtoliyema, texnik holati zo'r deyaptilar. Hech qanaqa kamchilik yo'q, olasiz, haydaysiz. Mashina narxi 14500 dollar. Olmos kami bor. Mana egasi nomeri 0444. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Hop, o'rtoqlar, yana bir gap. Motorist ko'pchilik so'raydi, Bongoni motorist kim deb. Mana shular hammasi Yosh Akbarjon degan motoristga kelgan. Mana telefon qilaverasiz. Ustamiz nomerlari. Navbat olib kelasiz. Ko'rsatdim, mashinalarni xudo xolasa navbatdan bir hafta 10 kunda keladi mo'ljallar. Mana. Ichkarida ham bor hali. Mana ko'pchilik so'raydi, yaxshi motorist ustidan nomer kerak deb. Shu nomerga telefon qilaverasiz. Akbarjon ismi, kuchli mutaxassis bolalar, Bongo, Porter va mana ko'ramiz Carnivalni ham motori va boshqa kamchiliklarni qiladi. Mashinamizni telefon nomerini aytmadim, adashmasam. 93 267 04 44. Telefon qilaverasiz. Universal avtolamdan ko'rib telefon qilyapman deb, telefonni berishadi. Azizlar, 2012-yil Hyundai Porter mягкий lotka. Lotka deyaverasiz ishadi. Hyundai kema ham ishlab chiqaradigan zavod, katta tankerlar deydi-yu.
neft tashiydigan, konteynerlar tashiydigan juda ham katta kema zavodlargacha bor. Biz mana kontraktda ishlaydiganlar biladi, ko'pchilik shu zavodlarda ham ishlaydi, Hyundai zavodlarida. Hop, bu bir jabhasidan biri yuk mashina. Mashinamiz 133 turbinali motorda 150 mil atrofida yurgan deyishyapti. Bort 100% yangi bort bosilgan. Obzor ham qilib o'tirmaymiz. 2012 Galavaga yangi bort bosilgan. 100% yangi orqa to'rtta balonlar. Orqada dugalar bor. Boshqa vaqt yo'q lekin. Yana ko'ralik, tomirda ham bagaj bor. Dolce Gabbana salonlar. Sideni, sidi, bakoy, sidi, magnitofonlar, probegni. Azizlar 131 ming tablodagi probegi. Hech kim kafolat bermaydi bunga. Suvdachilargacha bor. Turishini qarang mashina. Zo'r holat o'rtoqlar. Oldi balonlari ham yangi. $14,000 o'zmoz kabi bor. 2012-yil. Mana egasi nomeri. Telefon qilaverasiz 95 125 11 15 egasi nomeri. Porter deganlar tayyor. $20,000 ga Hyundai Porter 2024 34 km yurgan masli pachka mashina deb mana boshlaymi ba'zi bir blogerlarga o'xshab. $20,000 boshlang'ich to'lov bilan variantga gaplashsa bo'ladiganidan bu. Shunaqa sarlavha ostida ko'p boshlaydi, bilasizmi? Arzon narx aytdi, bir ikkita blogerlar ishini ko'raman. Shunaqa deb qo'yishadi. O'rtoqlar mana $33,000 naqdga. Pachka 34 km atiga yurgan yangi Porter. Motori ko'ring. Smart Stream programma asosida kuchaytirilgan turbinali zavodsko propan 205 объем 138 ot kuchi mexanika dizel motorni skors qo'yilgan. Bilasiz, zavodsko propanni shupi sidenaning orqasida bo'lardi. Juda noqulaylik chiqar bo'lardi. Mana bu yerga shupni olingan. O'rtoqlar, nima deydi? Yangi pasha o'tirmagan masla mashina mana shu bo'ladi. Motorlarga, patrubka shlangalariga e'tibor berasiz. Mana bu rimellariga yangi. O'rtoqlar, havas qilganlar nechtamiz? Like bilan qo'llab-quvvatlang. Faqat universal avtoalamda ko'rasiz bunaqa daskanalli tahlillarni. Qarang, kuchaytirilgan motor. Yaqin 9 sekundda 100 ga chiqadi. Mashina uchadi. Chilab qo'ydi karslar. Shu motordan bormi deb o'chirib sotuvdi. Okalar $7,000-8,000 bering, yo'q bu motordan. Yo'q. Mana. Koreya avtosaloni Namanganda desak to'g'ri bo'ladi. Ko'ryapsiz. Masli pachka mashina. Juda ko'pchilik uncha qiziqishni boshladi bu mashinalarga. Kira qilib qachon pulini topadi, kuniga 500 ming, 1 million, 200 ming so'mdan pul topib deydiganlar buni olmaydi. Shu gapni yozavermang. Buni olayotganlar, biroq shu haqida to'liq video qilaman. Pulni pulga, tovarni tovarga urushtiradigan tadbirkor dillerlar olishadi. Bularni olayotgan kishilarning aksariyatini o'zini ishlab chiqarishlari, furalari, omborlari bor. Furada, vagonda chetdan, Xitoydan, Rossiya, Turkiyadan yuklari keladi. Haligi krisodalar, zizi juvachkalar, kango deysizmi, flash, har xil napitka, anor napitkalar deysizmi, parfumeriya, postovar, vagonda keladi, ular fura beradi, Isuzu beradi deydi-yu. Fura Isuzu omborga to'ldiradi bular tovar va bular do'konlarga tarqatadi. Ertalabda chiqib ketib, polni tovar yuklab, kechqurunga pullarni yig'ishtirib qaytib keladigan mashina bu. Miyadan chiqarib tashlang o'rtoqlar. Yuk mashina deganda bular faqat yuk tashish uchun, kira uchun yaralgan degan tushuncha bor hammada. Shu narsani batamom miyangizdan chiqarib tashlang. Yuk mashinalar yuk tashish uchun, kira uchungina yaralgan degan narsa yo'q. Ro'zg'orga ishlatadigan bolalar bor, fermerlarimiz bor. 50 ta, 100 ta, 200 ta novoz buqalarni boqadigan odamlar oladi buni. Endi ular daromadi ham bor o'rtoqlar. Hyundai san'atida yuribdi. Go'yo odamlar Li9 olyapti $60,000 ga elektromobilni. Prosta risovka uchun biniladi, komfort uchun. A buni $30,000 ga ham risovka bo'ladi, ham pul topadi, ham xo'jalikka ishlaydi. Orqasiga kerakli o'zi narsalar, somani bormi, pichani bormi va boshqa masalalarda ishlatsa bo'ladi. Gap kelganda bilasiz, gapirib qo'yaman-da. Mana o'rtoqlar, telefon qilaverasizlar, yangilar, pachkalar bo'lsa, menga telefon qilaverasiz. Hozircha menda eskilar yo'q. 91 350 0400 telefonimga qilaverasiz. Mana pachka masla. Davom etamiz. Hop, Hyundai Porter 2014-yil. 15% kraskasi bor ekan. Udar kaltagi yo'q, butun tiniq mashina. Lassa balonlarda. Va Hyundai go'zal mashina lekin qarang turishini. O'zini mana qalpoqlari bilan juda yarashib turadi. Temir metallar. Bortni qarang, zo'r holat.
orqalari hamma yoq zo'r, sensorlar. Stop chiroqlar yangi turibdi. Taglarni qarang, sarlanganmi? Ishlatgani Mazda moshada ular. Davomida 1 tonna, 2,5 tonna yuklaydi bu o'rtacha. Siz 2 tonna yuklagasiz bunga qancha oladi? Haydab yurganlar aytinglar. Boshdan o'tgan tabib deydi, porterga necha tonna yuklayapsizlar? Almashmagan. Lassa balonlar zo'r. Ichlari ham tiniq. Bakovlari siydi. Bo'ldi, ish qancha yurgan? 443. 443 ming sof yurgani. Mana bu yergacha radnoy. Tiniq holatda. Puli necha pul ekan buni? 15,5 da o't beriladi. 2014-yil akalar. Pechat udar kaltagi yo'q, mana hamma yoq tiniq turibdi. Moshani pulini gaplashyapsiz. Boshqa umuman ish yo'q ekan. Keyin porterni menda telefon qilib so'rayapsizlar, ko'pchilik so'raydi. Mana bu yerda bo'ladi, o'rtoqlar. Galavani raqami mana bu yerda bo'ladi. Raqami porterda ham, Kiyada ham mana bu yerda bo'ladi. Mana. Eslab qoling mana. Biroq zavodskoy propanikini ham sizga ko'rsataman. Shu yerga like bosib qo'yasiz, tanishlarga shuni aytib, o'rgatib, videoni tashlab qo'ysangiz yaxshi bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Xo'p, telefon nomeri kam? 88lik 824 70 70 824 70 70 88lik. Azizlar, o'tgan bozor mana bu Kia Bongo 1 tonna 200 qo'ygandim. Mashina birovi kabi menga telefon qiladi. Mashina yaxshi ekanmi, butun ekanmi, boraveraylikmi deb mendan so'rashyapti. O'rtoqlar, mashina meniki emas. Mashina egasi mana 303 27, mana 23 27, egasi nomeri shu. Mashina hayotda ham qanaqa ekan deyishyapti. Qarang, video qilaman-da, kamiga so'rab ham olishadi ba'zilar. Mayli, mana. Mashina radnoy, o'rtoqlar. Mana bu tomonlar radnoy. Yangi balonlar, bort yangi 100%. Buni obzori ham teramas. Yangi balonlar, 100 talik temir metan. Orqalarga qarang, stop chiroqlar, mashina zo'r o'rtoqlar. Sanduqlari bor. Yangi balon, yo'qda ham 100 talik temir metan. O mana radnoy. Hop. Mana shu yerlarda kraska bor. Eshikda kraska bor. Ichiga o'tmagan radnoy o'rtoqlar mana. Ko'rib beryapman-da, o'zi bu pulli ko'rib berish o'rtoqlar. Ba'zilar meni yollashadi. Ko'rib berish xizmati ham bor. O'zi blogerlar chiqdi-yu, ko'rib bermi nimadir deganlar. Ko'rib beramiz. Ba'zilar xizmatingiz beramiz, shuni olyapmiz, nima deysiz deb chaqirishadi. Xizmatingizga beramiz, ko'rib bering deyshadi. Ishtasini ham nima oldirmagan holatlarim ham bo'ladi. Kelishuv shunaqa bo'ladi. Olsangiz shuncha bo'lasiz, olmasangiz shuncha berasiz deb boraman. To'g'risi, haliga tugagan mashina men puli uchun oldirmayman u odamga. Shunaqa qilib kelishaman. Olsangiz shuncha berasiz, olmasangiz shuncha berasiz deyman. Shu narxini где-то yarmini tashkil qiladi. Uzoq yaqinligiga, manziliga qarabda endi u. 50% olmasa, 100% olsa mashina pul berishadi. Yo, yaxshi narsani xudo xolasa olib beryapman, yomon narsani ravo ko'rmayman. Xo'p, mashina keling mana ko'rib berish bo'lyapti hisobda o'rtoqlar. O'sha aytganda pulli ko'rib berish bo'lyapti bu yerda. Sizdan pul emas, addushi like, comment. Shu chiroyli duo qo'ysangiz bo'ldi ro'za kunida. Ana shu menga bo'ladi xudo xolasa. Radnoy, sepkil. O'sha broneplyonka qilib qo'ysangiz, yangi mashina olganingizda shu sepkil bo'lmaydi. Broneplyonka o'zini qayta tiklash xususiyatiga ega. Fara aralash va mordan o'zini qiling, bu bir shart emas. Broneplyonka himoyalar, zo'r narsa bu. Mashinadan e'tirozim yo'q, pulidan e'tirozim bor. Men egasiga ham aytyapman, puli ham qimmat aytyapsiz ukan buni. Ishlari zo'rda, sidena siydi, bakovoy siydi, ruli siydi. Mashina superdan ekan, gap bo'lishi mumkin emas. 2014. Radnoy. O'ziniki. Pulini ichish puli voy, kelishtirib gaplashaylik shuni. Bir ikki so'raganlar uchun. Kam borda. 18 dana? 18,5dan. 18,5 dan. Ozgina kam. Azizlar, endi meni qo'limdan kelgani shu. Mashina aytdim, narigi eshigida kraska bor. Bu tomonlar hamma yo'q radnoy. Butun ekan, boshqa deganlar, mana yangi faralda qo'yib qo'yilgan. Chizilgancha sepilganda nima tarafda? Ularni ko'rsatib ichiga o'tmagan. Hech qayerga almashmagan. 1-2 tonna maxsus video qilib beryapman so'raganlar uchun. Pulini gaplashing tamom. Mashina tomonidan meni e'tirozim yo'q. Videoga like bosib qo'yasizlar, shunaqa obzorlarni universal avtolarni ko'rasiz. Shuning uchun albatta obuna bo'ling. Davom etamiz. Kia Bongo, hisobda mini Isuzu 340. 2013-yil.
2013-yilga mana buni motordan bosilgan 138 turbinali motor bosilgan. O'zi bu 133 bo'lishi kerak. 138 bosilgan ekan. Bu degani voqea zo'r degani. Mashina qarang, kraska 10% bor ekan. Mana bu yerda bor ekan. Gruntopga chiqarib sepilgan, radno. O'ta ideal. San'at darajasida ustalarimiz o'rgandi bu mashinani tayyorlashni. Ishoning. Qarang. Baland va uzun. Bu tushunmadim. Bu yarim kapalakmi bu? Hozir ko'ramiz. 100 talik. Orqa uzun zavodskoy baloni kartoshka sifat. Qarang, o'rtoqlar. Mashina bir tomoni budka. Bir tomoni kapalak. Bunaqasini 5 yilda birinchi marta ko'ryapman. Men uchun ham yangilik, o'rtoqlar. Bu gibrid, termos va kapalak babichka. Ikki tomonlama variant qarang. Qo'yil. Mana qarang. O'zi qilganmiz zavodskoymi bu? Nima deysizlar? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Qara. Uchu 40 uzun. Eshiklar zo'r turibdi. 100 talik temir metalli. Mana bu yerda ozgina kraskasi bor ekan. Mana bilib turibdi, sal qalin. Eshigi radno. 2013. Sidi bokovoy sidi yopiladi. Kalit yo'q ekan. O'rtoqlar mashina zo'rlar video qilyapman, to'g'risi. Maqtayverasiz deyishadi-yu, men maqtashga arziguliklarni video qilyapman. Oğlum, turush qarang, maxluq. Voqea maxluq desam to'g'ri bo'ladi. $17,500 deyishyapti maxluqimizni. Boshlar puliga yarasha bo'lyapti. Mana, telefon qilaverasiz. 4-3 nomer, xohinizga, kiyizga qilsangiz yaxshi, ko'proq shu yerda bo'ladi bu bola. Universal avtoalamda ko'rdik deb dadil aytayring, kelishtirib gaplashib nima qilinadi. O'zim ham shu joylarda yuraman hududda. Telefon qilsangiz ko'rib ham beraveraman. Ishonmaganingizni, kelanganingizni ustalarim bor, ko'rsatib ham beraman motorlarni, yo'q-yo'qlarini. Mana mashina o'rtoqlar, ajoyib. O'ta yana video qilgim kelyapti. Izotermik budka plus kapalak gibrid. Ajoyib. Shu yerga like bosib qo'ying. Shunaqasini kim ko'rgan? Ko'rganlar o'zi kommentarga yozib qo'yinglar. To'shna ko'rmagan. Aziz obunachilar, yangilik. Hali gapim isboti. Online baraka qilsangiz bo'ladi. Salarkani ko'rsatdim 2014-yil, eslasangiz. Prosta online pulini gaplashing, tamom. U kelib ko'rishingiz ham shart emas deb video qilgandim o'tgan hafta bozorimda va mana chusli obunachimga mashinamiz baraka bo'libdi. Baraka toping, yaxshi pulga haydang. Nech pulga bo'ldi hozir bu? 15.650 ga. 15.650 ga qarang. 3 qachi baland termoslar, orqa baloni 12 bo'lgan-a buni. Ha. 12 ni 13 qilingan. Mana tog'a dadlari obunachimdanlar. Alaykum assalom aka. Rahmat. Zo'r. Charchamay. Mana chiroyli muborak kunlarda shunday chiroyli mashinani olibsiz. Ana. O'zlari ham Zosco propan haydaganlar. Undan oldin 38 haydaganlar. Mutaxassis bular. Mutaxassis odam mana. O'sha videoda aytganimda akam hayotda ham Nito nimasi yo'q, men budkani Bahavetda top berib kamiga bular. Mana o'rtoqlar. O'shanga men sizlarga yomon narsani ravo ko'rmayman. Yaxshi bo'lsa olaman. Mana xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab ishlatgani zo'r. Aka buyurasiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Yashang. O'rtoqlar, havas qilganlar, niyat qilganlar, like bosib qo'yinglar. Shunaqa qilib, haydab ketishni hammaga nasib qilsin. Albatta, obuna bo'lib kuzatishni davom eting. Azizlar, Kia Bongo 2009-yil, Starex motor. Mashina qarang. Zo'r holatda, kraskasi bor, oldida etibetda bor. Balonlari zo'r. Bort yangi bort ekan. Orqa 13 qitta balondan qarang, propani ham bor. Ishning yoqilg'ida mashinamiz 2024, 2022 va Zosco propanni borti bosilgan. Yo'qda ham temir metan almashmagan. Ichlari juda ham chiroyli holatda. 2009-yil Starex motorda prostoy ekan, suvdachilari bor ekan. Mashina. Adash puli nech pul buni? Puli $12,700 kami bor. 2009-yil. Mashina Starex motor metan propanda kami bor o'rtoqlar. Telefon qilaverasizlar. Mana egasi nomeri. Shu nomerga qilaverasiz 4407 ga. Kelishtirib beriladi. Universal avtoalamda ko'rdim deb dadil aytayring. O'rtog'imiz. Tomda bagajlargacha bor. Azizlar 2016-yil
Kia Bongo 133 motor turbinali kapitalli remontdan chiqqan. 5-6% kraskasi bor ekan, oldin ham yo'q butun, galava zo'r. Boshqa xolodilnik bo'lgan, yaqinda mana Jizzax bort yangi bosilgan 2024. Tepada koronaning izi qolgan. Ko'chkalar turibdi. Balonlari yangi. Yangi ekan. Zapaskasi bormi buni? Bor kelishiladi. Mana o'zi bo'ladi, o'rtoqlar, butkali termoslarda qo'yib qo'yadigan bo'ladi. Bartovoyda unaqa figurasi boshqacha bo'ladi. Mana shu bo'ladi Bartovoyda. Sanduqlari bor. Obshutkasi yo'q ekan. Mashina o'ta butun ekan, o'rtoqlar, o'ta butun. Yurgani 16-yil mashina yurganini ko'rib qo'yaylik. 292 ming yurgan. Sidi bakovoy, sidi yopiladi, ruli sidi, oltitali salonlari zo'r, konditsioner, zadniy kameralargacha bor ekan. Pulini adash kelishtirib ayting buni. Motor obkatkada kamiga, ha? Oladi. Olgan odam haydaydi. Obkatka. Puli 93 lik. 93 lik 300 4407 17 ming ozmoz kami bor. Azizlar telefon qilaverasizlar. Mana o'sha sotiladigan mashinani ham kelishtirib berishdi. Mana termoslari bilan shuncha narsalari bilan ancha arzon berildi. Universal avtoalam deb aytilgani uchun ham ozmoz bo'lsa ham hurmatimiz bor, xudo xolasa. Sizlar yili yangiroq so'ragani uchun 2017-yil dizel holatida Kia Bongo 133 turbinali motor, свежий. 270 ming, mana sof yurgan probeg o'rtoqlar. Oldi kapotda kraska bor, mana beriladi radnoy. Oldi balon yangi. Bagajlargacha bor, kosmetik kraskasi bor yonrog'ida. Mana baklarida turishini qarang. Mana shunday haydash kerak bo'lgan. Bort, ha, radnoy deyapti bortini. Mana qarang. Mana shunday haydash kerak. Metan qo'yib biz mashina rasvo qilamiz-da. Jizim buzilmaydi bu. Forsumkasi ehtiyot qilsangiz bo'ldi. Nito salarka quyilmasa bo'ldi. Umuman azob bermaydi bu mashina. Mana. Bu ko'pchilik metan nito tushib, metanda qiynalib, ba'zilar ko'ngli sovib qolganlar ko'p bu mashinadan-da. Shu perederka hisobiga bo'ladi bu narsa. Asl holatida haydang, manaman degan mashina choyni ichirib yuboradi. Bozorni bermadi hech kimga bu mashina. Dizel holati yo'q, zavodskop rapar holatida. Sideri sidi, bako'lari sidi. Mashina ko'ryapsizlar, свежий ekan, o'rtoqlar, 2017-yil, 17.700 dollar. Ozmoz kami bor. Telefon qilaverasiz shu kapalak bilan, kapalak termos bilan. Shuni egasi bitta odam. Mana 95 liga qilaverasiz. 226 4.3. Universal avtoalam orqali ko'rdim deb telefon qilib kelaverasiz. Aziz obunachilar, bugun iloji boricha saralarni oldim, tiniqlarini chirtib olishga harakat qildim va o'tgan safar videolarim, videogar bongolari, porterlari aksariyat sotilib bo'libdi. Kelib ko'rishgan, Universal avtoalamni ko'rdik deb kelib olib ketishgan. Oson va tez bitadi ishlar, xudo xolasa. Uning uchun Universal avtoalamga obuna bo'lib qo'ying, chunki menimcha O'zbekistonda bitta mana profilimda bu mashinalar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz, chunki bu mashinalarda men yangi O'zbekistonga kirgan paytdan beri bu mashinalar bilan shug'ullanib kelaman. Tayyorlab, olib kelib, tushirib, taxlab kelaman shuncha yildan beri va 5-6 yilga tajribamga asoslangan holatda oson va tez o'rganishingiz mumkin va qaylariga e'tibor berish kerak. Nito mashina qo'ymaslik yo'llarini o'rganasiz. Yana bir misol aytaman, onlayn bir kishidan Buxorodan mashina chiqdi. Mashina butun zo'r dedilar. Qimmat aytdilar mashina, video qilib bering dedim. Mashinani galavas almashganini aytdim va narxini ancha tushirdilar kishi. Bilmagan ekanlar, mashinam zo'r deb hamma gapirib yurganlar. Isbotlab tushuntirib qo'yganimdan keyin haligi aka mashina narxini ancha tushirdi netdi, lekin galava almashganligi uchun men olganim yo'q. Shunaqa holatlar o'rtoqlar, shunaqa adash qolmaslik uchun xato avariyni olib qo'ymaslikni xohlasangiz yoki avariyni bilib qolib arzonroq olishni xohlasangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Aziz obunachilar, like, podpiska va qayerdan ko'ryapsiz? Yakutiyadan ko'ryapsiz, Sibirlar tomon. Hammangizga salom ro'za kunida. Like bosib, qayerdaligingizga yozib qo'ying. Ko'rishamiz.